60 yoshdan oshganlar bu sabzavotlarni yemang. Ular insult xavfini bir kechada oshiradi. Shifokor tushuntirib beradi. Agar 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, tasavvur qiling, sog'lom kechki ovqatdan keyin, balki salat yoki buklangan sabzavotlar bilan yaxshi tanlov qilganingizdan faxrlanib uxlaysiz. Ammo ertalab uyg'onganda bir narsa noto'g'ri. Sozlaringiz og'irlashadi. Qoningiz zaiflashadi yoki birdan bosh aylanishi boshlanadi. Ko'pchilik buni qovurilgan ovqatlar yoki shakardan deb o'ylaydi. Lekin mana hayratlanarli haqiqat, ba'zan bu siz himoya deb o'ylagan sabzavotdan kelib chiqadi. Ha, sabzavotdan. Yillar davomida yurak va miya uchun foydali deb aytilgan, ammo 60 yoshdan keyin u insult xavfini jimjitlikda oshirishi mumkin. Keksa odamlar bilan ishlaganimda buni ko'p ko'rganman. 40 yoshda yordam bergan ovqatlar 70 yoshda teskari ta'sir qilishi mumkin, ayniqsa dori-darmonlar bilan birgalikda yoki kunning noto'g'ri vaqtida yeganda. Lekin yaxshi yangilik, ovqatdan qo'rqmaslik kerak. Faqat yosh o'tgani bilan tanangiz uni boshqacha qayta ishlayotganini tushunish kifoya. Bugungi videoda 60 yoshdan oshganlar uchun insult xavfini jim oshiruvchi 9 ta keng tarqalgan sabzavotni ochib beramiz va eng muhimi, ularni xavfsiz iste'mol qilish usullarini. Oxirigacha tomosha qiling, chunki oxirgi sabzavot ko'pchilik keksa yoshdagilar har haftada yeydigan va eng xavfli bo'lishi mumkin. Keling, boshlaymiz. Ehtimol, eng yaqin do'stingiz deb o'ylagan, ammo 60 yoshdan keyin miyangizga yashirin dushman bo'lib qoladigan sabzavot bilan. Sabzavot raqami 9: ismaloq. O'nlab yillar davomida ismaloq yer yuzidagi eng sog'lom ovqatlardan biri sifatida maqtangan, temir, magniy va antioksidantlar bilan boy. Ammo 60 yoshdan keyin, noto'g'ri yo'l bilan yeganda, bu super ovqat do'stdan dushmanga aylanadi. Sababi oksalatlar, ismaloqdagi tabiiy moddalar, ular kalsiyga bog'lanadi. Yoshlarda buyraklar ularni osongina chiqarib yuboradi. Lekin yosh o'tgani bilan buyraklar sekinlashadi, qon tomirlari qotib qoladi va ko'plab keksa yoshdagilar kalsiy yoki D vitamini qo'shimchalarini ichadi. Bu omillar birgalikda qonda kichik kalsiy oksalat kristallarini hosil qiladi. Vaqt o'tishi bilan ular miyani oziqlantiruvchi mayda arteriyalarni toraytiradi, qum bilan to'lgan ingichka qurdek. Qon oqimi zaiflashadi, kislorod kamayadi va kichik qon ivishi jim insultga olib kelishi mumkin, ko'pincha bir kechada. Bu ismaloqning yomonligini bildiradi emas. Faqat tanangiz uni boshqacha qayta ishlaydi. Xavfsizlik uchun uni ertalab yoki tushlikda yeng, tanangiz yaxshiroq qayta ishlaganda. Kalsiy yoki D vitamini bilan tez-tez birlashtirmang va buyrak yoki yurak muammolari bo'lsa, shifokor bilan gaplashing. Ismaloq hali ham moddalar manbai, ammo 60 yoshdan keyin qoidalari bor. Ularga rioya qiling, u sizni himoya qiladi. E'tiborsiz qoldirsangiz, u uxlayotganingizda miyangizga qarshi ishlaydi. Sabzavot raqami 8: brokkoli. O'nlab yillar davomida brokkoli yurak uchun eng yaxshi sabzavotlardan biri sifatida maqtangan, tolalar, antioksidantlar va immunitetni oshiruvchi vitaminlar bilan boy. Ammo 60 yoshdan keyin u jim xavfga aylanadi. Sabzavotning ozidan emas, balki keng tarqalgan dorilar bilan o'zaro ta'siridan. Asosiy muammo K vitamini, qon ivishini tartibga soluvchi modda. Yoshlarda bu yaxshi. Lekin varfarin, plavix yoki aspirin kabi qon suyultiruvchi dorilar ichuvchi keksa yoshdagilar uchun ortiqcha K vitamini dori ta'sirini buzadi, qonni juda qalin yoki juda suyultiradi. Bu muvozanat aylanish barqarorligi va insult o'rtasidagi farq bo'lishi mumkin. Haqiqiy xavf nomuvofiqlikda, bir haftada ko'p brokkoli yeb, keyingisida hech narsa yemasangiz, dori darajasi buziladi. Siz hech narsani sezmasligingiz mumkin, toki bosim ko'tarilguncha yoki qon ivishmay qolgunicha. Xavfsizlik uchun brokkolini doimiy tuting, haddan oshirmang. Uni butunlay tashlab yubormang. Faqat miqdorini keskin o'zgartirmang. Shifokorga har kungi ovqatingiz haqida ayting, u dorini moslashtiradi. Brokkoli hali ham yurak va miyani himoya qiladi, ammo 60 yoshdan keyin muvozanat va ehtiyotkorlik bilan. Sabzavot raqami 7: romen salat bargi. Ko'plab keksa yoshdagilar uchun kechki yengil salat mukammal sog'lom tanlovdek tuyuladi. Kaloriyasi kam, hazmga yengil va yurakka muloyim. Ammo kamdan kam odam biladiki, kechqurun romen salatini yeganda insult xavfi bir kechada oshishi mumkin. Nega? Romen tabiiy siydik haydovchi, tanani suv chiqarishga undaydi. Yoshlarda bu ahamiyatsiz.
Ammo 60 yoshdan keyin buyraklar sekin, tomirlari qotib, chanqoqlik signallari zaiflashadi. Siz suvsizlangan his qilmasligingiz mumkin, ammo uxlayotganingizda qon quyuqlashadi. Qalin qon qarigan arteriyalar orqali sekin oqadi. Kichik ivishlar hosil bo'lishi oson, ayniqsa bosim yoki siydik dorilar bilan. Yechim salatlarni kesish emas, vaqtni to'g'ri belgilash. Romanni tushlik yoki ertalab yeng, namlik va aylanish kuchli bo'lganida. Kechqurun yashil barglar yeysangiz, bir stakan suv iching. Romen hali ham yurak va hazm salomatligini qo'llab-quvvatlaydi, ammo 60 yoshdan keyin vaqt hamma narsani hal qiladi. Noto'g'ri vaqtda miya va aylanishga yuk. To'g'ri yo'l bilan tiniq va tetik do'st. Sabzavot raqami 6. Xom sabzi. Sabzilar eng sog'lom attirmaliklardan biri sifatida tanilgan, xirillagan, kaloriyasi kam va ko'z salomatligi uchun beta-karotin bilan boy. Ammo keksa yoshdagilar uchun, ayniqsa 60 yoshdan keyin, xom sabzini noto'g'ri vaqtda yeganda aylanish va miya uchun muammo hosil qiladi. Nega? Xom sabzi tez hazm bo'lib, tabiiy shakarlarni qonga chiqaradi. Yoshlarda tana bu pikni osongina boshqaradi. Ammo keksa yoshdagilarda, ayniqsa diabet oldi yoki sekin metabolizmda, shakar ko'tarilishi zanjir reaksiyasini boshlaydi. Qon shakari uxlayotganingizda tushadi. Bu tushish kortizol va adrenalin kabi stress gormonlarini chiqaradi, tomirlarni toraytirib, bosimni ko'taradi. Suvsizlanish bilan qon quyuqlashadi. Miya qon oqimi uchun mukammal sharoit. Yechim oddiy, xom sabzini yolg'iz yoki kechqurun yemang. Ertalab yeng va hummus, yong'oq yoki yogurt kabi oqsil yoki sog'lom yog'lar bilan birlashtiring. Bu shakar singdirishni sekinlashtiradi. Sabzilar hali ham vitamin va antioksidant manbai. 60 yoshdan keyin sog'lom ovqatlar ham vaqt va muvozanat talab qiladi. Kunduzi davolaydi. Kechasi zarar yetkazishi mumkin. Agar video foydali bo'lsa, tezda like bosing. Bu ko'proq keksa yoshdagilarga yetkazishga yordam beradi. Senior Vital Health kanaliga obuna bo'ling, kuchli, o'tkir va mustaqil qolish uchun ko'proq videolar uchun. Izohlarda ayting, yoshingiz necha? Qayerdansiz? Salomatligingiz qanday? Har bir izohni o'qiyman va hikoyalaringizni yaxshi ko'raman. Sabzavot raqami 5. Sarimsoq. Asrlar davomida sarimsoq tabiatning eng kuchli davolash vositalaridan biri sifatida maqtangan, bosimni tushiradi, yurakni qo'llab-quvvatlaydi va immunitetni oshiradi. Ammo 60 yoshdan keyin, ayniqsa qon suyultiruvchi dorilar ichuvchilar uchun, sarimsoq himoyadan xavfga otishi mumkin. Nega? Sarimsoq tabiiy qon suyultiruvchi, allitsin va oltingugurt moddalari ivishni kamaytirib, qonni erkin oqizadi. Bu yaxshi, ammo varfarin, klopidogrel yoki aspirin bilan birgalikda qonni juda suyultiradi, miyadagi nozik tomirlarni qon ketishiga moyil qiladi. Natija, bosh aylanishi, ko'karish, burun qonashi yoki og'ir holatda gemorragik insult. Yechim sarimsoqni tashlash emas, donolik bilan ishlatish. Konsentrlangan qo'shimchalardan voz keching, shifokor ruxsatsiz. Pishirilgan ovqatlarda oz miqdorda ishlating. Pishirish sarimsoqning suyultirish kuchini yumshatadi va oshqozonga yengil. Qon suyultirilganining dastlabki belgilarini kuzating, galati ko'karish, tez-tez bosh og'rigi yoki charchoq va shifokor bilan moslashtiring. Sarimsoq tabiatning haqiqiy sovg'asi. 60 yoshdan keyin uni dori kabi qabul qiling. To'g'ri ishlatilsa, yurakni mustahkamlaydi. Ehtiyotsizlik bilan miyani xavfga soladi. Sabzavot raqami 4. Piyoz. Piyoz antioksidantlar va yurakni himoya qiluvchi moddalar bilan to'la, xolesterinni tushiradi, yalliglanishga qarshi kurashadi va aylanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo 60 yoshdan oshganlar uchun, ayniqsa bosim yoki qon suyultiruvchi dorilar ichuvchilar uchun, piyozni ko'p yoki noto'g'ri vaqtda yeganda muammo hosil qiladi. Sababi kersetin moddasi tomirlarni kengaytirib, bosimni pasaytiradi. O'rtacha miqdorda yaxshi, ammo dori bilan birgalikda bosimni juda tushiradi, miyaga kislorod yetkazishni kamaytirib, bosh aylanishi, charchoq yoki chalkashlikka olib keladi. Kechqurun namlik tushganda va oqim sekinlashganda, bu yengil insult yoki hush yo'qotishga zamin yaratadi. Xavfsizlik uchun piyozni tam qo'shuvchi sifatida ishlating, asosiy taom emas. Xom emas, pishirilganini yeng, issiqlik kersetinni yumshatadi. Kechqurun piyozga boy ovqatlardan saqlaning. Kun bo'yi suv iching. Bosim dorilarda bo'lsangiz, shifokorga piyoz miqdorini ayting. Kichik o'zgarishlar farq qiladi.
Piyoz hali ham sog'lom ovqatning ajoyib qismi, ammo 60 yoshdan keyin muvozanat talab qiladi. Oz miqdorda, ta'm va himoya. Ko'p va noto'g'ri vaqtda, miya va aylanishga yuk. Sabzavot raqami 3 makkajo'xori. Ko'plab keksa yoshdagilar uchun makkajo'xori qulay ovqat, boshiqda, jo'xori toshqasida yoki sho'rvasida. O'rganilgan, issiq va zararsizdek tuyuladi. Ammo haqiqat, makkajo'xori sabzavotdan ko'ra kraxmallab ishlaydi. 60 yoshdan keyin bu farq katta ahamiyatga ega. Makkajo'xorini yeganda tanasi uning shakarlarini tez glukoza qiladi, oq nondek shakar pik hosil qiladi. Insulini sekin javob beruvchi yoki zaif aylanishdagi keksa yoshdagilar uchun bu tebranish insult va yurak yukini oshiradi. Shakarning ko'tarilishi va tushishi kortizol va adrenalin chiqaradi, tomirlarni toraytirib, qonni quyuq qiladi va kechqurun ivishlar uchun sharoit yaratadi. Yechim makkajo'xorini butunlay tashlash emas, aqlli yeyish. Kechqurun yemang, tana faol emas va suvsiz. Oqsil yoki sog'lom yog'lar, tuxum, avokado yoki loviya bilan birlashtiring. Uni kunlik emas, vaqti bilan yon taom qiling. Yangi boshiq yaxshiroq, qayta ishlanmagan makkajo'xori donlari yoki unidan tezroq shakar ko'tariladi. Makkajo'xori oddiy va shirin ta'mga ega, ammo 60 yoshdan keyin tana boshqacha qayta ishlaydi. To'g'ri muvozanat bilan baham ko'ring, ammo kamroq va ertaroq. Sabzavot raqami 2 sparja. Sparja toza, yengil va sog'lom taomlarda sevimli sifatida ko'riladi. Ammo 60 yoshdan keyin kunning noto'g'ri vaqtida yeganda aylanish xavfiga olib keladi. Sparja tabiiy siydik haydovchi, suv chiqarishni rag'batlantiradi. Yoshlarda zararsiz. Ammo keksa yoshdagilarda kechqurun suvsizlanish, qalin qon va sekin aylanishga olib keladi, ayniqsa bosim dorilari bilan. Qalin qon qarigan arteriyalar orqali sekin oqadi. Uxlayotganingizda miyaga kislorod tosigini hosil qiluvchi kichik ivishlar xavfini oshiradi. Yechim oddiy, sparjani kechqurun yemang. Tushlik yoki ertalab ovqatda baham ko'ring, namlik va faollik yuqori bo'lganida. Suv iching yoki bodring yoki qovun kabi namlikli ovqatlar bilan birlashtiring. Bosim yoki buyrak dorilarida bo'lsangiz, shifokorga so'rang. Sparja hali ham vitamin va antioksidantlar bilan yurak va terini himoya qiladi. 60 yoshdan keyin vaqt va muvozanat kerak. Ertalab yeng, namlik saqlang, foydasini saqlang, yashirin xavfsizliksiz. Sabzavot raqami 1 pomidor. Pomidor sog'lom ovqatning ramzi sifatida ko'riladi, yengil, tetik va antioksidantlar bilan boy. Ammo 60 yoshdan keyin bu oshxona asosi aylanish muammolarini hosil qilib, insult belgilari kabi ko'rinishga olib keladi. Pomidor tungi oila a'zosi, gistamin, tiramin va solanin moddalarini oz ichiga oladi. Bular yalliglanishni qo'zg'atadi, tomirlarni oldindan aytib bo'lmaydigan darajada toraytiradi yoki kengaytiradi va qarigan miya va tomirlar uchun asab signallarni buzadi. Bosh aylanishi, bosh og'rig'i yoki uyqusizlik kabi insult dastlabki belgilari. Pomidorning kislotaligi elektrolit muvozanatini buzadi, kalsiy va magniyni kamaytiradi, asab va mushaklar uchun muhim minerallar. Ko'p miqdorda, ayniqsa kechqurun, bu bosim o'zgarishlariga va uxlayotganingizda buzilgan aylanishga olib keladi. Bu pomidorlarni tashlashni bildiradi emas. Yumshoq pishiring, solaninni kamaytirib, likopinni oshiradi. Kechqurun pomidorli ovqatlardan saqlaning, ertaroq yeng. Qovoq urug'i yoki ismaloq kabi magniyli ovqatlar bilan birlashtiring. Pomidor hali ham yurakni himoya qiluvchi moddalar manbai, ammo 60 yoshdan keyin o'rtacha miqdor, vaqt va tanani tinglash. Donolik bilan baham ko'ring, u do'stingiz bo'lib qoladi, jim tetikchi emas. Bu to'qqizta sabzavot va ularning yashirin xavflarini eshitgandan keyin hayrat va biroz bezoftalik his qilish oson. Hayotimiz davomida sabzavotlar har doim foydali deb aytilgan. Asosan shunday. Ammo 60 yoshdan keyin tana o'zgaradi. Buyraklar sekin filtrlaydi. Tomirlar nozikroq va mort bo'ladi. Namlik ehtiyojlari keskin o'zgaradi. Eng sog'lom ovqatlar ham qarigan tanada boshqacha harakat qiladi. Endi faqat nima yesangiz emas, qachon, qancha va nima bilan birgalikda. Tushlikdagi salat kuch beradi, ammo kechki salat qonni quyuq qilishi yoki bosimni juda tushirishi mumkin. Pishirilgan sarimsoq yurakni himoya qiladi, ammo qo'shimchalar dorilar bilan qonni xavfli suyultiradi. Vaqt, muvozanat va ehtiyotkorlik uzoq umrning haqiqiy vositalari. Haqiqat shuki, siz ojiz emassiz. Tanangizni qanchalik ko'p tushunsangiz, salomatlik ustidan nazorat shunchalik kuchli.
Namlikni to'g'ri saqlash, ovqat vaqtini moslashtirish va dori o'zaro ta'sirlariga e'tibor berish kabi kichik o'zgarishlar bilan sevgan ovqatlaringizni qo'rquvsiz baham ko'rishingiz mumkin. Chunki ehtiyotkorlik cheklov emas, erkinlikdir. Tibbiy eslatma. Bu video faqat ta'lim maqsadida va professional tibbiy maslahat o'rnini bosa olmaydi. Har keksa yoshdagining salomatligi o'ziga xos, ayniqsa retseptli dorilar yoki surunkali kasalliklar bilan. Katta ovqat o'zgarishlaridan oldin yoki qo'shimchalarni moslashtirishdan oldin shifokor yoki sog'liq mutaxassisi bilan maslahatlashing. Tanangizni tinglash va shifokor bilan yaqin ish, uzoq muddatli salomatlikning eng xavfsiz yo'li. Bugun to'qqizta keng tarqalgan sabzavotni ochdik, ismaloq va brokkolidan pomidor va sparjaga qadar. Ammo esda tuting, ular dushman emas. To'g'ri vaqtda, o'rtacha miqdorda va dorilar, namlikni hisobga olgan holda yeganda ular miya va tanani himoya qiladi. Endi sizdan eshitmoqchiman. Qaysi sabzavot sizni eng ko'p hayratga soldi? Va ularni qanday yoki qachon yeyishni o'zgartirasiz? Quyidagi izohlarda yozing. Hikoyangiz bugun tomosha qilayotgan boshqa keksa yoshdagiga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lsa, like bosing, Senior Vital Health kanaliga obuna bo'ling va missiyamizni qo'llab-quvvatlash uchun super rahmat tugmasini bosing, keksa yoshdagilarni kuchli, xabardor va mustaqil saqlash uchun. Esda tuting, bugun plasmaga qo'yganingiz ertangi tiniqlik, kuch va mustaqilligingizga aylanadi. O'tkir qoling, xavfsiz bo'ling va vital qoling. Chunki qarish pasayish haqida emas.